Assalomu alaykum jigarlar. Ko'rishingiz mumkin, Farg'ona viloyati Quva tumanida qabristonga shunaqa bino qurilgan ekan. Xudo xolasa bizga nasib qildi buni tomiga pena quyish. Bizga nasib qildi. Duoda bo'lib turasizlar. Bu video aniq sizga manfaatli bo'ladi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Like, podpiskani bosib qo'yasizlar. Xudo xolasa bizni hozirgi ishimiz 27-mart kuniga Farg'ona viloyati Quva tumanining qabristonida bo'lyapti ishimiz. O'tganlari joyi jannatda bo'lsin. Ruhlari hamisha shod bo'lsin. Bu yerga 270 kvadratga bitta akamiz shunaqa bino qurib bergan ekan. Tomiga pena qo'yish bizga nasib qildi, xudo xolasa. Bolalarimiz ishni boshlashgan ertalab. Bugungi juma kunida mana gipslarimiz tomga chiqarib, xudo xolasa bolalar ancha joyda qo'yib qo'yishdi. Hozir tepaga chiqib ham bir qator video ko'rsataman sizlarga. Mana tomga ham chiqib oldik. Mana eksi orti bolalar ish qolgan bu yerda. Xudo xolasa bu yerga 7-8 santimetrini 35 ming so'mdan tagiga so'nadigan materiallari bilan hamma yo'q ichida qilib beryapmiz. Bu yerni bizda Farg'onadan, Quvadan kuzatayotgan bo'lsa, bir donadan like bosib, kommentariy yozib qo'yasizlar. Duoda bo'lib turasizlar. Hozir pastdan bir qator video ko'rsataman. Usta akamiz ham bismillah deb ishni boshladi. Past joylariga shunaqa qilib quyib to'ldirib bormoqda. Bu yerlar obeddan oldin quyilgan. Uje qatib bo'ldi mana. Yursangiz ham izlaringiz chiqmaydi. Usta tanlashda adashib qolmanglar. Bizi bolalar 4 yildan beri ish qilishadi. Birinchi o'rinda sifat. Gipsi, semeni, penasi joyida bo'lgani uchun mana usta bemalol yurib, sizlarga ko'rsatyapman video qilib. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana shundan yurib keldim. O'zbekiston bo'ylab xizmat qilamiz. Bemalol ekranimizdagi nomerlarga aloqaga chiqib, bir donadan like bosib, shu ustakalarimiz ishlarini quvvatlab turasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha tugagandan keyin ham bir qator video qilib chiqamiz. 270 kvadrat tomimizni mana bugun ertalab tushganmiz. 27-mart yakunlayapmiz. Soatimiz 1dan ozgina o'tdi. Obed qilib ishni boshlashdi bolalar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hamisha duoda bo'lsanglar, biz har doim xalqni xizmatda bo'lamiz inshaalloh. Mana Quvasoydagi ishimizni topshirdik, tugatib. Bugun boshladik. Mana bugun tugadik 280 kvadrat tomimiz. 7-8 santimetr bo'lgan. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bundan keyingi videolarim ham bo'lib o'tadi, xudo xolasa. Tomimizni tepa qismidan video mana. İşte yakunladık.